Bismillah. Mana? Qani sol. Astagfirullah. Bor o'zing yordam ber ularga. Betingdan olsin sallani. O'la. Mana shunaqa ham ahmoqmisan? Ikkita ish qilayotganingni tushunmayapsanmi? Qani ber, yoqat buni. Mana mamanda qil. Bismillah. Voy, rostdan ham tez bo'lar-ku, opa. Qani? O'rgatmasam qila olmaydi bular. Ko'rdingizmi, oyi? Men qilmasam ular qila olmaydi. Qani ketdi, ko'taring endi. Ko'taring. Astagfirullah. 50 ming? Ortiqcha to'lab yubormadingmi ish qilib? Bo'lishi mumkin emas, o'zim hisobladim. Necha kilo bu? 7. Qanchadan ekan? 3 mingdan. 3 kere 7 58 ming dedim. Do'konchi amaki 55 ming beraver dedi. Men esa 50 mingga rozi qildim ularni. Qani singilvachilar, aytinglarchi, hozir buni bolg'a bilan ursam kartoshka pastga tushadimi? Buni jinni ham biladi-ku, albatta pastga tushadi. Voy, bo'latga chiqib ketdimi? Kim biladi, bu qanday qonun? Shartli refleks. Pifagor teoremasi. Yo'q, bu menimcha inersiya qonuni. Bu hayot qonuni. Agarda yuksalmoqchi bo'lsangiz, qiyinchilik va zarbalarga tayyor bo'lishingiz kerak. Tushunarli. Motivator bo'lib keting, Bundan chiqdi bolg'a siz ekansizda. Nima? Noto'g'ri aytdimmi? besh million yutaman. Qachon aql kiradi senga? Endi lotereya o'ynamoqchimisan? Odamlarning aytishicha, bir narsaga harakat qilsang, ertami kechmi albatta g'olib bo'lasan ekan. G'olib bo'lasan? Hech bo'lmasa toshqaychi qog'oz o'yinini bilasanmi? Albatta bilaman. Kel unda o'ynaymiz. Sen yutsang, men senga 5 million beraman. Men yutsam, menga $2 berasan. Agar g'irromlik qilsangizchi? G'irromlik qilmayman. Bo'pti, sizni xonavayron qilmaguncha o'ynayman. Qani boshla, sen birinchisan. Men birinchi? Men birinchi. Yutqazib qo'ysamchi, $2 qayerdan olaman? Yozuvni ilishni unutibmiz-ku, o'g'loy bor, ilib kel. Aqling joyidami? Nega teskari ilding? Yo'q, to'g'ri-ku, opajon. Ko'zingizda muammo bor shekilli. Muammo o'zingda, sen yozuvni noto'g'ri tomonidan ilding. Saida, bor, o'zing to'g'rilab kel. Ko'zlaringni katta ochib, singlingdan to'g'ri ilishni o'rgan. O'g'loy, balki vaqtni behuda sarflashni bas qilarsan. Men aslida boyvachcha ekanligimni ko'rsatyapman. Tushunmadim. Men rostdan pullarni yaxshi ko'raman. Lekin u hozircha menda yo'q. Ammo vaqtim yetarlicha. Vaqt bu pul demakdir. Ya'ni men boyman. Boyligimni, vaqtimni sarflab ko'rsatyapman.
چمن انبری قیس مکه سلوری eshitaman. Salom, bankdan bezovta qilyapmiz. Kredit olmoqchi ekansiz? Ha, olmoqchiman. Qancha olishni istaysiz? 5 million. Nima qilmoqchisiz uni? Qurilish qilmoqchiman. Qanday qurilish? Kalta minorni oxirigacha qurdirmoqchiman. Kim bo'lasiz? Xorazmlikman. Telefoni o'chib qoldi shekilli. Bankdagilarni ham azoblashni boshlabdi-da. Sen kimga tortding? Avlodimizdan qo'li yo'q edi-yu. Nima qilyapsiz? Ko'rmayapsanmi? Gilam to'qiyapmi? Ha, yarim soatlarda pishib qoladimi? Tupoy singlim xafa bo'lma. O'rtancha opang Ultra Max tupoy ekan. Ko'rdilaringmi? Voy balandligini ko'rdik, ko'rdik. Robi, kalitimi qara qayerda ekan? Hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Ha, aytgancha qaradim. Kalitingiz stolingiz ustida ekan. Rostdan stolingiz ustida turgan ekan. Voy, basharing qursa qiz bo'lmi? Ha, ko'rgan ekansan, nimaga uni? Mayli, hozir oyi. Ay, xudo. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Ha. Mana qarang, stolingizda turgan ekan, mana rasmga oldim. Bu yoqqa kel bola. Bu yoqqa ketyapman padaringga. Bu yoqqa ketyapman. Otang o'lib, meni ham o'ldiraman. Bu yoqqa ketyapman. Qayoqqa ketyapsan? Qayoqqa ketyapsan? To'xta. To'xta deyapman, to'xta. Qani singilvachchilar, aytinglarchi, hozir buni bolg'a bilan ursam kartoshka pastga tushadimi? Buni jinni ham biladi-ku, albatta pastga tushadi. Voy, balandga chiqib ketdimi? Kim biladi, bu qanday qonun? Shartli refleks. Pifagor teoremasi. Yo'q, bu menimcha inersiya qonuni. Bu hayot qonuni. Agarda yuksalmoqchi bo'lsangiz, qiyinchilik va zarbalarga tayyor bo'lishingiz kerak. Tushunarli. Motivator bo'lib keting, Bundan chiqdi, bolg'a siz ekansizda. Ha, nima? Noto'g'ri aytdimmi?